Bu tarafda mana bozori joyi edi bilasiz, eski va qurilishlar bo'lardi. Mana uning joyidan hozir katta mana shunaqa zdaniya tushgan. Market, gipermarket. Hozir chapga shahar ichiga yuramiz. Sho'rchida. Pavorit yoqib olamizda, mana bu yoqqa kirib olamiz. Mana sho'rchimizning ko'rinishi kunduz kuni. Mana yerda bilasizlar, sho'rchi restoran bor. 36-maktab mana bu yerda eski zdaniyalar qolib ketgan. Avval bu yerlarda archa, magazinlar bo'lardi, eski bilsalar. Keyin mana shaharda markazidan dom tushgan. Ya to'g'ri Termizga qarab ketadi. Termizga qarab ketadi. Bu yoq shaharga mana kiramiz. Mana domlar tushyapti. Hozir dalshi tushib ketish kerak. Mana shu dom dalshi ketadi shahar ichiga. Xudo xolisa. Mana sho'rchimizning ko'rinishi do'stlar. Xo'p, mana yerda mana bog'cha bor edi. Yurganlar bormi shu yerda? Mana ko'pchiliklarimiz ko'chib ketganda sho'rchida mana. Ayniqsa mana Shipshinka domida yashaydigan aholimiz, rus millatiga mansub fuqarolarimiz ko'p edi mana. O'zimiz ham ko'pchiligini taniyardik. Oshna og'aynilarimiz bor, ko'chib ketdi. Mana Shipshinka domlari. Xo'p, shahar ichi mana Shipshinkaga kiradigan joy, oporni punkt bo'lardi. Mana bu Afruz restorani. Yog'i mana shahar ichi. Bu yerda Momix degan bola bo'lardi, marojno sotardi. 2007-yillarga voqeani aytyapman hozir. Ungacha dalshi bo'lib kelgan. Hozir mana Xayrobod ko'chamiz boshi mana svetofor qo'yilgan bu yerga. Avvallar eskida 94-yillar eslayman, svetofor bo'lardi. Mana bunda musor yashiklik ustida turardi, kichkinagina. Bu yoqqa qarab. Mana xuddi mana peshoxodnikidek svetofor bo'lardi, kichkina. Eslayman. Mana bu yoq mana katta qurilgan klinika. Ya mana bu tarafda ham zdaniyalar qurilib ketgan. Bu suv xo'jalik bo'lardi, eski. Ana Bayinsani oldida g'ishlardan qurilgan joylar bo'lardi-ku. O'sha shahar ichida qattiq gazlab o'tdi-da, ana borib tormoz ushlab to'xtadi. Qayerga shoshib ketyapti bilmayman. Ya'ni bizga achchiq qilyapti, sekin haydayapti. Biz sho'rchini juda syomka qilyapmiz-da. Sekin qattiq haydalmaymiz-da. Mana bu Bayinsani ollari, mana Bayinsamiz, sho'rchini Bayinsasi. Pavoritni yoqamiz, chekiga mana madaniyat. Bilasizlar, bu yerda eski bir inson bor, nariyoq qishloq qurilish bankida. Banklarimiz ham sotilib ketdi mana, kimoshni savdosiga qo'yilib, hozir shaxsiy bo'lib ketdi mana bankimiz. Mana bu Raddom poliklinika. Yog'i park. Aliyani ko'rsatishda davom etamiz, kuzatib boringlar.